Assalomu alaykum, qayerga mashina? O shang'illayapti-da, chiqib men aytgan yo'ldan yurasan deb. Tushib ketdi, pulan bermayman deya. Shang'illab, men tushib olib bunaqa. Rol menda bo'lgandan keyin xohlagan yo'limdan yuraman-da. Aytib, ertaroq aytish kerak-da. Bu nima deyapti bu qizlar? Nima urishyapsizlar, nima bo'ldi aka? Yo'l talashyapti men bilan chiqib. O'zi birinchi. O'zi pul bermayman deb tushib ketyapti. 14 ming, 15 ming shallaqlik qilyapti, tushib olamayapti. Shallaqlik qilib o'sha pulim tez chiqsa iloyim. Tepani qatingdan tez chiqsa iloyim. Eshishgasi tushib ol, shahar so'ng'ir qiladi. Bepa chaqirma, pulingga boshini olmayni yuramasa, chaqirma bizni. Chiqib olaman, bilan yo'l talashyapti. Nima birinchi marta javobga bergan ekan-ki. Yo'q, muomalasini qarang buni, u pul bermayman deydi, sen deydi, do'rjinsan deydi, men aytgan yo'ldan yurasan deydi. Ashta to'g'ri aytmasdi o'shani, desa, sen deydi, men yoqdan yurib uzrdi, menga deydi, ashuna deysan deyapti menga. Qulimanmi buni hozir? Yo'lda aytib ketmasdi-da. Yo'q, biz do'rjin ekanmiz, bu kishini biz so'rashimiz kerak ekan bu kishidan. Qayerdan yuray? Qaysi yo'ldan oboray deb so'rashimiz kerak ekan bu kishidan. Bermadimi? Katta tushirib yubordim. Pulan bermayman senga deydi. Jada. Qarog'im Nasrinani buzdi. Mayli qizlar. Bo'pti aka, yaxshilik bo'g'ilmang, xo'p.